Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Mana bugun biz Hasan akam bilan narsa sotdik. Hasan aka nima sotdingiz? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Klientimizga hop bizni 7 ta komplektdan sotdi, 65 ta televizor sotdi, 2 ta rulus konsen sotdi, inverter motor bo'ladi, 10 kilolik Seventage sotdi. Sirali mashina, ichkarida bitta xolodilnikni ham ko'rsatdim. Ko'rsang xolodilnik? Yuringlar mana. Xolodilnik avangard xolodilnik sotdi. Sklali bo'ladi. Inverter motor bo'ladi. 3 seriyali garantiyalar, ichlarini ham qaranglar. Klientimiz mashina tanladilar. 3 seriyali garantiyasi bor. Hammasiga motoriga 10 yil garantiya. Surxondaryoga dastavkasi bilan qilib beramiz. Общий narxni aytdingmi? $1950 ga Surxondaryoga dastavkasi bilan qilib beramiz. Keyin ham bitta plisasini qilib bergan. Ketgan. Mana Midea zavodidan mana bu plisas qilib berganmiz. Stekanli bo'ladi, mana zo'r. Tortishi ham mo'shli bu, 2000 wattli bo'ladi. Kir mashinasini ham ko'rsating buni. Kir mashinasi mana menga tushgan bo'ladi 10 kilolik Seventage. Seventage 10 kilolik. To'ket qilmagan ham ko'rsatib beraman. Samarni baravarlar bo'ladi. Baravarni ham juda ham katta, kirlarni ham yo'q. Adyol paltalarni ham yuksekda bo'ladi. 10 kilolik oldilar ular. Qatga chiqarib olamiz. Surxondaryoga chiqadi Xudo xolisa, ertaga yetib borsa kerak. Ko'ringlar.